Mansab ko'tara olmagan mana bunaqa fashist xodimlarni qilgan ishini ko'ringlar-da. Assalomu alaykum. Iltimos qo'yib yuboring. Erimni qo'yib yuboring, assalomu alaykum deb turib chiroyli muomalada borsa, yosh bolalar borligiga qarab o'tirmasdan zo'ravonligini ko'rsatyapti. Ya'ni ayolni telefoniga osilib ketyapti. Endi formam bor ekan degani, davlat xodimiman degani, ko'tim xohlagan ishni qilishim kerak degani emas-da. Bunaqa bemas'uliyat zo'ravon xodimlarning dastidan qolgan yaxshi ishlab yurgan xodimlarning nomiga ham dog' tushadi. Chunki bu yerda yosh bola turibdi, hargi yosh bola qo'rqqanidan bu narsani ko'rib turib psixologik travma oladi, ya'ni ruhiyatiga ta'sir qiladi. Mana shu yosh bolani borligini, ayollarning borligini hisobga olib turib, bu narsani chiroyli o'zini bosib olgan holatda, kuch ishlatmagan holatda hal qilish kerak edi. Lekin yo'q, bular o'zini zo'ravonligini ko'rsatyapti. Endi mana bu ikkinchi xodimlarning qilgan ishini ko'ringlar-da. Bu xodimlar bo'lsa, 23 yoshli bola mazasi qochib qolib turib hushidan ketib qolganida, yosh bolani, ya'ni bu bolani qutqarib qolishyapti. Mana shunaqa xodimlarga rahmat aytsak bo'ladi, lekin narginaqa xodimlarga la'nat aytishimiz kerak.